Bilarmidingiz, bu xiyobon nomi tarix davomida 4 marotaba o'zgargan. Samarqandning eng qadimiy va eng mashhur ko'chalaridan biri Bulvar. Avval u Abramov xiyoboni, keyin Maksim Gorkiy bulvari, so'ng O'zbekiston xiyoboni deb atalgan. Bugun esa biz uni Universitet xiyoboni yoki Bulvar deb bilamiz. Bu joy 1871-yilda o'sha paytdagi Samarqand gubernatori Aleksandr Abramov tashabbusi bilan barpo etilgan. Uzunligi 1 kilometrdan ortiq, kengligi 128 metr. Bu yerda chinor, terak, qarag'ay va boshqa daraxtlar o'sadi. Eng keksa chinor taxminan 150 yoshda. 1996-yil 18-oktyabrda bu yerda Amir Temur haykali o'rnatilgan. Haykal ochilish marosimida Islom Karimov ham ishtirok etgan. Samarqandga borsangiz, albatta Universitet xiyobonida sayr qiling. Bu joyda Samarqand shahrining ham tarixi, ham zamonaviy ruhi birlashgan. Siz Bulvar haqida yana nimalarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va obuna bo'lishni ham unutmang.